Hozir sizlarga tovuq go'shti haqida 3 ta qiziqarli fakt aytib o'tib ketaman. Uchinchisini aniq eshitmagansizlar. Videoni oxirigacha tomosha qilsanglar bilib olasizlar. Inson tovuq go'shti yeganda uning miyasida xotirjamlik gormoni ko'proq aylanadi va shu sababli ham odam o'zini baxtli va xotirjam his qiladi. Bu hech qanaqasiga tasodif emas. Tovuq go'shti tez hazm bo'ladigan va tez energiya beradigan mahsulot hisoblanadi. O'sha uchun kasallikdan keyin birinchi tavsiya qilinadigan ovqat bu tovuq go'shti mahsulotlari hisoblanadi. Tovuq go'shtidagi qarsildoq ovoz odamga mazza qildim degan signalni beradi. O'sha uchun ham ko'pchilik tovuq go'shti yeyilgan videolarni ko'p tomosha qiladi va mazza qiladi. Bilaman, 3-fakt haqida umuman eshitmagansizlar. Bunaqa ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'lsa, bizani kuzatishda davom etinglar va like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar yana qanaqa faktlarni bilasizlar? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Biz tayyorlaymiz, siz baho berasiz.